shu Star Walk programmasi, planetariy programma. Men o'zim ham shundan ko'p foydalanaman. Buni ko'pchilik biladi, bilmaganlar uchun eslatma do'stlar. Shuni telefonlaringga yuklab olsalaring shu programmani. Osmon jismlarini qayerda, qaysi tomonda ko'rinadi, qachon ko'rinadi, shular haqida juda ko'p narsa bilib olasizlar. Janub tomonda Sirius yulduzi ko'rinib turibdi. Shu Sirius yulduzi Ashira deb ataladi arab tilida. Shu nom bilan Qur'on kitobida ham yozilib o'tilgan yulduz. Ozgina o'ngroqda mana Betelgeyze yulduzi ko'rinyapti. Mana shu Quyoshimizdan 1000 marta katta bo'lgan yulduz. Ozgina teparog'ida mana Marsni ham oson topib olasizlar. Yana ozgina pastroqqa g'arb tomonga yursak mana Yupiter ko'rinyapti. Bu o'sha 7 qaroqchi deb aytiladigan Pleiade degan yulduz turkumi. Bu Oy. Sizlar ham tushirib olsalaring bo'ladi shu Star Walk 2 programmasini telefonlaringga. Programma bepul ishlayveradi. Keyinchalik sizlar yoqib qolsa, pulini to'lasalaring ko'proq narsa ko'rsatadi. Taxminan $10 atrofida edi to'lovi. Hozir aniqini bilmayman. Lekin u to'lovi bir martalik, oyiga, yiliga emas. Bir marta sotib olasiz, shu bilan doim ishlataverasiz. Star Walk 2 degan programma. Shu programma orqali do'stlar, obyektlarning nimaligini bu to'g'risida to'liq ma'lumotlarni ham ko'rish mumkin. Ana balandligi, qachon chiqishi, yerdan uzoqligi, radiusi, hamma ma'lumotlarni olishlaring mumkin.